Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sarqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Qo'rg'oncha ko'chasida joylashgan Fayzli xonadonimizda asosiy fasad devoriga va fundament, ya'ni sokol qismiga 294 kvadrat gibkiy kaminlarimizni o'rnatib berdik. To'xtang, videoni o'tkazishga shoshilmang. 95 ming so'm 1 kvadrat gibkiy kamin, maxsus kliga, maxsus lakka yetkazib berish xizmat. Gibkiy kaminda o'rnatib berish uchun usta xizmatlari, qo'shimcha kerakli materiallar. Devor holatiga qarab dogovor qilgandik. Obyekt egalaridan balandlikda qulay ishlash uchun lesa arenda, 3 mahal oziq-ovqat va yotoq joy bilan ta'minlab berishdi. Obyektni ataga 7 kun ichida to'liq bitkazib topshirdik. Obyekt общий bitishi uy egalariga 27 million 550 ming so'mga kelib tushdi. 4 kvadrat uy egalariga bonus qilib berdik. Fasad devorlariga, fundament sokollariga gibkiy kaminlarimizni o'rnatganlik to'g'risida video syomkani video oxiriga joyladik. Birinchi holatini sizlar bilan bo'lishkim keldi do'stlar. O'zlaring qanchalik darajada gibkiy kaminlarimiz ushbu xonadonimizga yarashdi va puliga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyada fikrlaringni yozib qoldiringlar. Fikrlaring biz uchun muhim. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Gibkiy kamin ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab devorning holatiga qarab 90 mingdan 110 ming so'mgacha 1 kvadrat gibkiy kamin, maxsus kliga, maxsus lak yetkazib berish xizmati va gibkiy kaminlarda devorga o'rnatish uchun usta xizmatlari va qo'shimcha materiallar ichida 90 mingdan 110 ming so'mgacha ichki, tashqi devorlarga gibkiy kaminlarimizni o'rnatib kelyapti. Gibkiy kamin to'g'risida to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi chiqib turgan raqamga murojaat qilishlari mumkin. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Thank you.